5 Uyg'ur yosh Yevropa ittifoqi davlatlaridan panohlik tilash uchun Vengriyadan o'tayotganda tutilib qolgan va Serbiyaga qaytarilgan. Navbatda ular Serbiyada tutib turilayotgan bo'lib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan. Egilishicha, Xitoy pasporti bilan yo'lga chiqqan Hashim Ihson qatorliq 5 Uyg'ur yosh 9 noyabr Vengriyada tutilib qolgan. Telefonda Uyg'ur xabarga bergan uchurga qaraganda, ular Vengriya soqchilari tomonidan Vengriyadan Avstriyaga qarab yo'lga chiqqanda tutilib qilingan bo'lib, Serbiyaga surgun qilingan. Serbiyada 5 kun nurg'un Suriyaliklar bilan birlikda yurtga qaytish markazida tutib turilgan bu Uyg'urlarga faqat 14 noyabr telefon qilish huquqi berilgan. Shundaqla 1 minut so'zlash fursatiga erishgan va Uyg'ur xabarlari bilan aloqalashgan Yekishanning aytishicha, ular uning bu yerda 2 oydan ortiq tutib turilganligi uqtirilgan. Yekishan yana soqchilarning jazo sifatida bir oz pul badaliga uni qo'yib berdiganligini, ammo Serbiyadan kelgan biraylarning uni elib ketish kerakligini aytdi. Tutilgan bu Uyg'ur yoshlar hozir Serbiyaning qaysi rayonida ekanligini bilmaydi. Ular Serbiya hukumatining ularni Xitoyga qaytarib berish ehtimolligidan andish qilmoqda. Xitoyning Ekvision shirkati yasagan aqlli iqtidorlik maktab rayoni kuzatish kameralarining Xitoy hukumatining musulmonlar jamoatini texmi qattiq bostirib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini osonlashtirishiga yordam berdiganligi o'tirg'i qo'yildi. 11-oyning 13-kuni internet kelishimlik Sinbazri tadqiqot guruhi Xitoyning davlatlik dangliq texnik shirkati Ekvisionning yaqinqi taraqqiyotiga munosabatli uchurlarni e'lon qilib, bu shirkatning Xitoy bo'yicha aqlli iqtidorlik maktab rayoni qurilish turi bo'yicha 9 million dollarlik to'xtam imzolaganligi oshkorlandi. Mazkur qurilish turi maktablarning aqlli iqtidorlik kamera orqali nazorat qilish iqtidorini o'z ichiga olgan bo'lib, oz sonli millat o'quvchilari bo'libmi musulmon o'quvchilar Ramazonni ro'za tutgan deb gumon qilinganda maktab boshqaruvchilarini ogohlantirdi ekan. Navbatda buning mo'yim talash tortish va kishilik huquq andisi paydo qilayotganligi ma'lum. Amerika prezidenti Joe Biden 15 noyabr San Fransiskoda Xitoy raisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan muxbirlarni kutilish yig'inida Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishishning ijobiy va mo'l mazmunli bo'lganligini bildirgan. Bildirishcha, Xi Jinping bilan Bidenning suhbati 3 jihatda natijaga erishgan. Uning biri ikki taraf zararlik chekimlikka qarshi kurash hamkorligini asli keltirgan. Buning bilan ximiylik dori va dori besilgan mashinalarning Xitoydan g'arbiy yarim sharga eqishini ko'rinarlik azaytadi ekan. Ikkinchi natija bo'lsa, ikki taraf ikki armiya o'rtasidagi bevosita aloqani asliga keltirishga qo'shilgan. Buning bilan ikki taraf bevosita ochiq-oshkor aloqa qilishga kelishgan. Egilishicha, Xi uchrashda Amerikani Tayvanning egilik huquqiga hurmat qilishga va eksport cheklamasini bekor qilishga chaqirgan. Amerika Avam palatasining demokratlardan bo'lgan 24 nafar a'zosi Isroiliyaning G'azzaga qilgan hujumiga bo'lgan cho'nqur andisini ta'kidladi va Amerika prezidenti Joe Bidenni urush to'xtatishga chaqirdi. Angliyada asosli o'qitish partiya bo'lgan Ishchilar partiyasining rahbari Keir Starmerning G'azzada urush to'xtatishiga qarshi pozitsiyaga qarshi chiqqan 8 nafar ko'langi ministr vazifasidan istifa berdi. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy davlat raisi Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin men yanala Xi Jinpingni mustabid deb qarayman dedi. CNNning xabariga qaraganda Biden San Fransiskoda o'tkazilgan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorlik boshliqlar yig'ini doirasida Xi Jinping bilan ko'rishgandan keyin muxbirlarning savollariga javob bergan. Axborot e'lon qilish yig'ini oxirlashgandan keyin bir muxbir Bidendan Xi Jinpingni yana mustabid deb qaraydigan qarmaydiganligini so'raganda, u shundoq: "Ma'lum ma'nodan aytganda u bir mustabid" degan. Nepal hukumati 13 noyabr Xitoyning ijtimoiy aloqa detali TikTokni cheklashni qaror qilgan bo'lib, buning sababidan davlatning ijtimoiy inoqligi va axloqiga buzg'unchilik qilish ekanligini ta'kidlagan. Bildirilishicha, bu qaror kabinет yig'inidan keyin e'lon qilingan bo'lib, Tashqi ishlar ministri Narayan Prakash Saud bu detalning darhol cheklanadiganligini aytgan. Nepal tashqi ishlar ministri Narayan Prakash Saud hukumat TikTokni cheklashni qaror qildi.
Chunki bu ijtimoiy aloqa supasining ishlatilishini tengshash kerak. Bu detal ijtimoiy inoqlik va axloqqa yot bo'lgan mazmunlarni tarqitadi degan.